Bir oyga 2-3 kun vaqtnoy oyligi 90 mingdan 100 ming rublgacha chista qo'lingizga olasiz. Undan tashqari, yotoq, registratsiya, borib kelish, forma, trudadagor, o'yinlar hammasi kompaniya hisobidan mutlaqo bepul beriladi. Eng qizig'i ishimiz bu safar ko'rib turganlaridek mana shu xuddi shu odamlarga o'xshab ishlashingiz mumkin. Siz ham xleb zavodda. Mana nima ish Zuhriddin deganlarga ko'rasizlar, mana xleb zavodda o'sha non mahsulotlarini upakovka qiladi kimdir lentaga solib turadi, kimdir lentadan olib turadi. Xullas, shunaqa mayda-chuyda ishlar. Yoki bo'lmasam bizda yana bitta vakansiya bor. Moskovskiy oblast. U ham ikkalasi bitta joyda, Gorod Podolskda, Skaladda katta bir vakansiyalarimiz bor. Erkak va ayol 1850 hammani ishga qabul qiladi. Mana shunaqa ish like arziydimi? Agar arsa videoga birinchi bo'lib like bosing, kommentda omad Zuhriddin yoki otangga rahmat so'zini yozib, videoni oxirigacha ko'ramiz. Joylarimiz soni cheklangan, shuning uchun tezda ulgurib qolamiz pastdagi raqamlarga hoziroq aloqaga chiqishga. Demak biz to'liq ma'lumot berishni boshladik. Onchi bazada turadigan registratsiya, trudadagor, уведомление, снилс, NN, перевод, pasport, deport, zapret tekshirish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi +7926 132 42 42 raqamlarimizga WhatsAppdan aloqaga chiqasizlar. Avaz akamiz sizlarni har bitta ishinglarni o'z vaqtida ishonarli va kafolatli tarzda bitirib beradilar. Bilasizlar, bizning xizmatlarimiz Moskva, Moskovskiy oblast, Vladivostok, Ryazan, Kazan, Tula hamma shaharlarda bor. Assalomu alaykum, Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz. Hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun 8-oktyabr 2025-yil. Bugun bizda ajoyib ish vakansiyasi xleb zavoddan keldi. Demak, xleb zavod Moskovskiy oblast, Gorod Podolskda joylashgan. Bu joyga hozirgi kunda erkak ayol hamma kerak. Xleb zavodda nima ish qilish kerakligini o'zi hamma bilsa kerak. Kimdir nonni yasaydi, kimdir korobkalarga, kimdir salafanga, paketga, xullas shunaqa ishlar. Xullas hammani qo'ldan keladi. 1850 hammani ishga qabul qiladi. Bu yerda xohlang yotib qolib ishlang, xohlang podrobotga qilib ishlang, xohlang uyingizdan qatnab ishlab kelishingiz mumkin. Moskva oblast patent bo'lishdan qat'iy nazar hammani ishga qabul qiladi. Nimaga men xohlang qatnang, xohlang yoting deyapman? Bunda senasini farqi bor. Agar kimda-kim yotoqxonada qolib ishlaydigan bo'lsa, yotoq, registratsiya, borib kelish, forma, trudadagor o'yinlarni kompaniya hisobidan mutlaqo bepul qilib beriladi va smenasi 3100 dan yoziladi kuniga. 93 ming rubl oylik bez va xatnoyga. Agar siz qatnab borib ishlab keladigan bo'lsangiz, unda smenasi 3100 emas, 3500 dan yoziladi. Ko'ryapsizlar? Yotoqxonada yotish 3100, agar qatnash Podolskda bo'ladigan bo'lsangiz, qatnab borib ishlab kelsangiz 3500, 105 ming rubl bez va xatnoyga. Xo'p, undan tashqari ikkinchi bu xleb zavoddagi vakansiya edi. Endi yana bitta vakansiya bor, xuddi Podolsk o'zida. Endi bu Skaladda upakovщик, sortirovщик и грузчик. Xo'p, bu yerda asnonoy erkaklar olinadi 18 yoshdan 50 yoshgacha. Chunki грузчикlar bilasizlar faqat erkaklar qiladi. Грузчик vakansiyasi bor. Boshida 5 kun stajirovka 2800 dan, undan keyin 3100 dan yoziladi. Bu ham xuddi shunaqa. Agar yotoqda qolib ishlasangiz 3100, agar yo'q qatnab ishlayman desangiz, smenasi 3500 rubldan. Mana shunaqa ajoyib ish vakansiyasi. Kim xohlasa xleb zavodda ishlasin, kim xohlasa o'sha bilan birga joylashgan Skaladda ishlasin. Buni umuman qiziq yo'q. Kim nimani xohlasa, ekrandagi nomerga telefon qilib bemalol o'z joyingizda band qilishingiz mumkin. Mana ko'ryapsizlar, biz qo'ldan kelgancha iloj boricha yengil ishlardan chiqarishga harakat qilyapmiz. Albatta bu ish stroykadan, stroykalarda sovuqda yurgandan ko'ra ichkaridan maza qilib xleb zavodda ishlash menimcha tavsiya beraman. Hammaga qulay va hamma buni eplay oladi. Mana shunaqa biz ish chiqarishdan to'xtamaymiz. Albatta bunaqa ishlarni o'tkazib yubormaslik uchun Zuhriddin Musofir kanaliga obuna bo'lamiz. Pastda silka qoldiraman, Telegram kanalimiz. O'sha joyga o'tib olsanglar, mayda-mayda vakansiyalarni birinchi Telegram kanalimizga chiqaramiz. Ana undan keyin Instagram kanalimiz ham bor, bilasizlar. Zuhriddin Musofir deb nomlanadi. Unga ham o'tib obuna bo'lib olinglar. Albatta sizlarni Telegramimizda va Instagramimizda ham kutib qolaman. Biz musofirlar uchun ish chiqarishdan charchamaymiz. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab, paydash qilib tursanglar, shuni o'zi bizga yetadi. Bu ishlar haqida kimga yana to'liq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarimiz bor. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Oyliklari 1 oyda 2 marta aytib o'tay, har 15 kunda. Yana nima ma'lumot kerak sizlarga? Qolgan ma'lumotlar pastdagi raqamlardan to'liq ma'lumotlarni va adres lokatsiyalarni olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.